Aslida mana shu videoni ko'ringlar, ko'pchiligiga foydali bo'ladi. Bu yoq tasviri mana shu eski Toshmilan ko'rish, Tapovchi mosti. Mana bu yerda mana razворот belgisi turibdi, mana bu yerda остановка, mana avtobus harakatlanib ketyapti. Mana shu razворотda Howo bor, Isuzu How'lar bor, katta shunaqa turuvdi. Nariyoqdan avtobus keldi. Avtobus sekin o'tayotdi, bular sekin harakatni boshladilar. Shuna kela остановкада to'xtadi-yu avtobus. Ko'ndeling qolib ketdi yo'l o'rtasidan Howo. Avtobus shuni orqasiga to'g'ri kelib qoldi. How'ni tumshug'ida, yo Howo yo Isuzu oq mashinada ish qilib burda-o'ydi. Ko'ndeling qolib ketdi mana shu yo'lda. Endi bu opasniy emasmi bu? Razворот birinchi qilinganmi, остановка birinchi qilinganmi, buni aniq bilmayman. Lekin razворот bor joyda razворотni ro'parasiga остановка qilish bu qanchalik to'g'ri? Lekin qoida bo'yicha qayrilib olish joyiga yetmasdan, 30 metr yetmasdan to'xtashga ruxsat beriladi. 30 metr o'tib qayrilib olish joyida to'xtash mumkin emas o'zi. Lekin bu yerda endi остановка qilib qo'ygan yo'nalishli transport vositasi majbur. Like bosib maksimal tarqatib tashlaylik, foydali bo'ladi. Salomat bo'linglar.